Assalomu hammaga. Orxon Do'rs firmasini ishida birinchi marta qo'yishimiz, mana ishi firmanikini. Ozarbayjon bilan shu O'zbekiston hamkorligida ishlab chiqarishyapti. Eshiklari yaxshi, o'rtacha. Kraskalari qo'lga yoqimli. Nalichniklari 9 cm, korobkasi 8 cm adashmasam. Degan. Samozel ichini baland qilib ko'tarishgan ekan. Zakaz va ish qilamiz deyishgan ekan. Keyin o'zgarib fikrlar. Nalichni qilib daftar qo'shimcha kitobni qilib yopib bergan. Shibara 14 ta ishi qo'ydik. Hammasi bo'ldi. Va untuk isi qo'ydik. Hammasi bo'ldi. Bu ikkinchi tarzda. Nalichligini mana tili teleskopik nalichni tilini o'zi 3 cm ekan. Uncha devorni qiyshig'ini bemalol yopib oladi. Korobkasini devordan 1 cm ichkariga tiqib, nalichingdan 1 cm kesib tashlab qo'ydik. Tilidan. Tilini mana shu nalichnikda tili uzunligi yaxshi ekan juda. Mana juda qiyshiq devorlar bo'ladi, shularni ancha yopib oladi. Odatda o'zini nalichniklar tili 1 cm, 1,5 cm shunaqa bo'ladi. Bu yaxshi ekan nalichnik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi obyektda Xudo xohlasa ko'rsataman. Buni ishni boshlashdan oldin deb ko'rsataman, esimdan chiqib qoldi, shoshiling. Devorlarni ustoli atkozni olib tekis qilgan. Hammaga salom.